bu preparatni ishlab chiqarishning asosiy bir fikri shu epileptik bemorlarni davolash davrida ko'p bemorlarimizda kuzatiladigan qaysarlik, injiqlik, tartibparastlik, shu bilan birga xulq-atvor buzilishlaridagi holatlar, uyqu buzilishlari holatlarini demak bir oz kompensatsiya qilish maqsadida ishlab chiqarildi. Boshlaymiz. Bu mahsulot demak juda ham samarali natija berdi. Shu bemorlarimiz shu iste'mol qilgandan keyin, ayniqsa yosh bolalarda juda yaxshi natija berdi. Shuning uchun Epicuride preparatlarini kim Camulex, Depakin, natriy valfarat va boshqa turdagi epilepsiya preparatlarini iste'mol qilayotganda uni siroplaridan, demak yoki kapsulalardan yoki boshqa turdagi mahsulotlaridan, boshqa shakldagi marmelat shaklida ham bor yana iste'mol qilinsa, demak shu preparatlarni asoratini ancha kamaytirishi ma'lum bo'ldi.